Hürmetli vatandaşlık siyalarımız tügüdü. Endi siz bile vaziyet ve muhakeme edip barımız. Bugün Çislak 2022 yıl 5. ayının 21. günü. Muhakeme birinci. Prezident Joe Biden növbette Şarkı Şimali Asya'da ziyarette bulup oturdu. Devlet bankisi Kuat Tokyo'da devlet başlıkları bile uçuruşudu. Avval ziyaret Kore'den başlandı. Kore'nin prezidenti Sak Yol Amerika paras yoki Amerikan tanıydigan, Amerikaga egishadigan davlat prezidenti bo'lib chiqdi. Bu endi Yiroq Osiyodagi, Sharq Osiyodagi vaziyatni o'zgartiradigan gap vatandoshim. Chunki Koreyaning avval sobiq prezidenti Moon Jae-in bu Xitoy paras odam ekan. Tushundingizmi? Xitoy paras odam ekan. Bu yerda 4 masala o'tirib qo'yildi. Biri Koreyaning Quadga qatnashishi. İkinci, Koreya Yaponiya o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash. Uchinchi, Koreyaning sot sistemasini kuchaytirish to'g'risidagi planni o'tirib qo'yishi. To'rtinchisi, Koreyaning yani nima deyapsiz, unutib qoldim, endi iqtisod hamkorlik yoki mushurayndiki iqtisod ramkasiga qatnash masalasi. Mushu masalalarning hammasi qator hal bo'lsa deyildi birinchi leksiyada. Bu albatta Jungo'ning yuragiga sanchilgan meh yoki yuragiga sanchilgan ish bo'lib o'ttirg'i chiqadi. Sizlar bilasizlar 4-oyda qachon hozir unutdim kechiringlar, bir hafta burun degidek Sharq Janubiy Osiyo davlat boshliqlarining hammasi Washingtonga olib kelib Prezident Joe Biden Osiyo diplomatiyasi bo'libmi? Sharq Janubiy Osiyo diplomatiyasi zo'r g'alabani qo'lga keltirdi. Endi ko'rib bakın vatandaşlar. Bu fakat bir hafta içindeki iş o. Endi o'zi bevosita Osiyoga, Sharqiy Shimoliy Osiyoga ziyoratga chiqib, bugun Koreya bilan Yaponiyani ittifoqlashtirish, endi Koreyani Quadga olib kirish va yoki to'rt davlat Hindiston, Avstraliya, Yaponiya, Amerika ittifoqiga plus. Endi qaysi davlatlar? Koreya, Yangi Zelandiya, Vyetnam. Ala şəhərin demək, nimi deyimiz vətəndaşım? Ala şəhərin deyimiz. Əmdi bu vəziyyət müşahid durub dursun. Endilikdə ikinci vəziyyət vətəndaş Prezident Joe Biden Asiyani ziyaret qılayotgan muşundaq mezgildə Düşənbə günü Çislaq 22-23-mü? Bugün 21 olsa şənbə 23-cü günü Michel Bachelet Guangzhou'ya düşüp müstemleke Uyguristan'ı yoki Şinjan'ı ziyaret kılıp. Bu halkara ziyaret değildi. Yukarıda bayanatı gördük vatandaşım. Bu iki katım Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Mahkemesi'nin bayanatçısı Ned Price'nin ağzına tekşürüş. Yani tek demek uçurmaydıgan tekşürüş. Yani zörür şartlar boyunca tekşürüş. Bana şundak bulup çıktı vatandaş. Onun üstüne hazır bayanatçı Ned Price'nin bayanatı da bir cüngü siyasi ve Michel Bachelet'nin Şinjan'ı ziyaret kılış ayrım aldı. Bir vakit degedek, bir dakika degedek, bir makan için degedek, bir zaman için degedek ilan kılındı bayanat. Siz şu tariqada bunu düşünsünüz, şu tariqa tasavvur kılsınız bol. Endi üçüncü mesele, hazır Ned Price, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesining bayonoti Ned Price, Tayvan meselesi bo'yicha Jungo aytayotgan bir Jungo prinsipi, Amerika aytayotgan bir Jungo siyosati tüptün bir-biriga o'xshamaydi dedi. Bir-biriga tüptün o'xshamaydi. Biz Jungoliklar hozirgacha deb kelayotgan yoki bir Jungo prinsip bilan bir Jungo siyosatini orlashtirib o'tish, qalayma-qallashtirib o'tishga uzun zamondan bir urinib kelayotgan Jungoliklarning og'zidagi va lavzidagi bir Jungo prinsipini tanimaymiz.
Ondaqda bir Cungo prinsipi degan nima? Cungolikning nazaridagi bir Cungo prinsipi Tayvan Cungoning bir qismi. Tushundingizmi? Şunu Cungoliklar deb kelayotgan bir Cungo prinsipi Tayvan Cungoning bir qismi degan bu prinsipni tanimaymiz. Bugun 21-kuni yoki 20-kunida xabar 21-kuni o'ttirib chiqqan bo'lsa, 20-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasining bayonotchisi Ned Price biz bir Cungo prinsipini, ya'ni Tayvan Cungoning bir qismi deydigan prinsipni e'tirof qilmaymiz. İkisi ikki uqum. Yani Amerika hükümetinin ağzındaki bir Cungo siyasi ikisi ikki uqum. Bu yerda endi bunandaki texme ilgirligen aldı bu ufkumlarını aydınlaştırdıgan makalalar, xabarda kelishi mümkün vatandaşlar. Yani kalgan kısmı şu vaqt sözdeyimiz. Lekin sizler şunu bilinglar ki Cungo'nun ağzındaki bir Cungo prinsipi. Yani Tayvan Cungo'nun bir kısmı. E'tirof qilmaymiz. Biz ta'kidlayotgan bir Cungo siyosati 6 moddalik kapolat va Tayvan munosabatlari qonuni shundaqli Cungo Amerika o'rtasida tuzilgan 3 parcha axborotga uyg'un va mushuni asos qilgan bir Cungo siyosatidir. Tushundingizmi? Tayvan Cungoning zemini degan gap yo'q bu prinsiplar ichida. Bu kapolatnomalar ichida, bu shartnomalar ichida Cungo Tayvanning bir qismi degan gap yo'q. Biz Cungo uzundan bir deb kelayotgan Tayvan Cungoning bir qismini deydigan mushundaq bir iborani yoki Cungocha prinsipni bilib qo'ydik, ko'rib qo'ydik, anglab qo'ydik xolos. Lekin e'tirof qilmaymiz. Bo'ldimi vatandoshim? Yana bir deymizmi Alay shahrini? Endi Alay shahrini deydigan vaqt keldi vatandoshim. Alay shahrini Tayvan Cungoning zemini emas. Cungo aytayotgan bir prinsip, Cungo Tayvan Cungoning zemini deydigan bir prinsipni Amerika Qo'shma Shtatlari e'tirof qilmaydi. Mana bu haqiqiy ma'nodagi Alay shahrini. Buni 16 sar gap deymiz deymi Uyg'urning so'z iborasi bilan buni 16 sar gap deymiz vatandosh. Shuni nima dedik? Shu gapdan biri Amerika Qo'shma Shtatlarining endi Tinch okean siyosatida o'zgarish hosil bo'ldi. Cungo'ga qaratgan tashqi siyosatida o'zgarish hosil bo'ldi. Geopolitik siyaset emaslar, ayın xarakterlik siyasetlarda o'zgarish hosil bo'ldi. Cümleden Uyg'uriston masalasi to'g'risida o'zgarish hosil bo'ldi. Yuqorida ko'rib o'tdik, Tayvan masalasi o'zil kesal o'zgarish hosil bo'ldi. Qani Cungo? Cungo Xalq Cumhuriyati. Ben sizlarga deydigan bir so'z, o'zim oddiy odam, men Cungolarga pandilar jungdan xalqaro vaziyatga moslashim. Amerika Qo'shma Shtatlar boshchiligidagi G'arb dunyosining siyosatdagi talabbuziga va siyosatdagi o'rinlashtirishiga va siyosatdagi tashabbuslarga agishim. Jungdan hargiz ziyon tortmaysiz. Amerika bilan Cungo o'rtasidagi munosabatda hozirgacha siz hech qanday ziyon tortmadingiz, balki foyda olib keldingiz. Endi bugun kuni kelganda zamon, jahon, vaziyat o'zgardi Cungodan siz Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosining siyosat tashabbuslariga, tashqi siyosat tashabbuslariga agishim Cungodan